raqibi hamyurtimiz Namangan vakili Ozodbek Sharafiddinov chaqiriladi. Va uning raqibi do'stlar. Yana bir ajoyib professional bokschi. Borlab chiqayotgan, ulkan taktik. Ringni to'liq his qila oladigan Namangan o'g'loni Ozodbek Sharafiddinov. When we smoke spliffs, we pack more clips. Just in case Fred wanna rip, he get a free lift to the cemetery. Rough Jerry, not your ordinary. We watch you get buried. That's a real nigga for you. Get bagged, do a quarter with the script. And rip your lawyer, spit at the DA to fuck what she said. She don't give a fuck about your ass anyway. Up northbound, first stop, Watertown, a fish skill. With the hand skills, the real ill. You'll be a superwoman, do say remover. The chick, that's a motor. Top 7 Fighters 5 musobaqasi markaziy jangi Turon stadioni Yaypan. Официальное представление боксеров. Первый боксер синий угол кокбурчакта. Боксеру 24, его рост метров 80 сантиметров, вес 72 килограмм ровно. Он мастер спорта по боксу, представляет бойцовский клуб Рахманатауш, Кыргызстан, Ислам Турхуда. Его соперник raqibi qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 20 da, bo'yi 180 см, vazni 72 kg. Нашему боксеру 20 лет, рост 180 см, вес 72 кг ровно. Он мастер спорта по боксу с профессиональным рекордом 3 jang, ketma-ket 3 g'alaba. Представляет школу бокса O'zbekiston, To'raqo'rg'on, Sohibkor, Namangan. Terminator Ozodbek Sharafiddinov. Ozodbek Sharafiddinov navbatdagi jangi. Ikkita jang, ikkita nokaut uning hisobida. Raqib do'stlar underdog. Ochig'i ma'lumot yo'q. Debyutant. Endi aslida bo'lish kerak bo'lgan jang raqib juda kuchli edi. Markaziy jang. Ammo jarohat. Yetib kela olmadi qozog'istonlik bokschi. Keyinga qoldiradi albatta. Jab. Sharafiddinov hech qachon shoshmaydi. Asta-sekinlik bilan raqibni o'qishni boshlaydi. Nega harakat qilmayapti degan taassurot ham yo'qnadi, ammo urganib oladi raqibni to'liq. Ana undan so'ng hujumini boshlaydi. Yaxshi emas, unaqa. Beryapti imkoniyat unga ishlashga. Tavakkal qilmaydi, ochiqchang kirmaydi. Asta-sekin bosqichma-bosqich. Birinchi zaif nuqta topdimi? Topdi. Mana chap qo'l yon tarafdan zo'r zarba yo'lladi. Qarab turibdi, barchasini ko'rib turibdi. Qanday raqib qanday hujum qilar ekan ko'rib oladi. Hozir yetib oldi. Biroz kechikdi. Endi jahli chiqdi. Yomon emas. Turg'un. O'ng qo'li tezkor ekan. O'tkazib yuboryapti zarba Ozodbek. Ko'z tegdimi? Maqtab yubordikmi? Underdog deb aytib o'tdim-a.
ikkita kuchli zarba qabul qilib oldi. Maqtab yubordik biroz ko'z teggan chamamda. Chap qo'l yaxshi zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ozodbek Sharafiddinov. Rustam Saidov uning burchagida ko'rsatib berayotgan. Sekundant murabbiy qanday uppercut zarbasi, ikkinchisini ham to'xtatmayapti. Chap qo'l yondirma zarba yo'llashga ham muvaffaq bo'lyapti. Qirg'iziston vakili. Bu debyutant emas do'stlar. Bu tajribali bokschi. Rasmiy rekord bo'lmasa-da. Mana endi burchak ishlashi kerak Ozodbek Sharafiddinov. Rustam Saidov chiqadi. Atayin o'tqishmada hozir butun mana shu tanaffus paytida Ozodbek Sharafiddinovda biroz qon aylansa, chunki ikkita haqiqatan ham kuchli zarba o'tkazib yuborilgan edi. Bilib oldi har holda raqib qanday salohiyatga ega ekanligini, kuchsiz emasligini biz ham ko'rib olyapmiz do'stlar. Ikkinchi raund tashlayapti. Qirg'iziston vakili. Jahli chiqdi. Ozodbek Sharafiddinovni jab 1-1-2 zarbasini amalga oshirdi va jang yakuniga yetmoqda. Mana bu finish do'stlar. Mana bu kechaning asosiy jangi birinchi raunddan so'ng biroz xavotirlandik, ikkinchisiga kelaversa boshlandi-yu, jahli chiqqan Ozodbek darhol bahsni yakuniga yetkazib qo'ymoqda. Hozir albatta takror lavhani ko'ramiz sizlar bilan birgalikda do'stlar. Mana shu 1-1-2 zarbasini. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba jag'iga aniq bordi. Aniq mo'ljalga bordi. Va yorqin g'alaba. Xavotirlana boshlagan edik do'stlar, ochiqlik aytib o'taman, ammo xavotirni yo'qqa chiqardi. 1-1-2 klassik uslubda ana jahl bilan, qadam bilan kirib bordi. Mana shu zarbalarni yo'llash chog'ida va o'zingiz ko'rdingiz. Rasmiy e'lon. Zavar Rahmonov yerda hol-ahvol so'rab qo'ydi.
Rasmiy e'lon. Diqqat qilamiz. И для церемонии награждения на ринг добро пожаловать тaqdirlash uchun O'zbekiston tumani hokimi Jo'rayev Rasuljon Karimovich. Добро пожаловать. Top 7 Fighters 5 musobaqasi markaziy jang g'olibi nokautdan KO To'raqo'rg'on Sohibkor Namangan Ozod Sharafiddinov. Ozodbek Sharafiddinov g'alaba qozonmoqda do'stlar. Va shu tariqa Top 7 Fighters 5-turnirni ajoyib tarzda yakunlamoqda. Biror fikr bildiradimi, ko'ramiz. Juda gapirishni xush ko'radigan bokschi emas. Esdalik uchun suratga tushmoqda. Ringda mana shu jang haqiqatan sensatsion yakuniga yetdi. Birinchi raundda juda katta xavotir paydo bo'lganda, ikkinchi raundga kelib esa xavotirlarni shunchaki yo'q qilib yubordi. Xavotirlarga tushunmayman. Oldin Rasuljon Karimovich ikki og'iz gapingizni olishim kerak hozir musobaqa haqida. Assalomu alaykum aziz tadbir qatnashchilar. Qalay bo'ldi tadbir? O'zbekiston tumani Iloyim yurtni tinchligiga ko'z tegmasin. Doim mana shunaqa katta musobaqalarda mana shunaqa birlashib, xalqlarning do'stligi abadiy bo'lsin. O'zbekistonning mustaqilligiga ko'z tegmasin. Va markaziy jang g'olibi Ozodbek Sharafiddinov yo'q joydan birinchi raund o'tkazib, ikkinchi raundda bitta chiqdi, bitta urdi tugatdi. Assalomu alaykum Farg'ona, Yaypan. Hammalaringga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlaringga. Xudo xolasa biz endi boshladik. Hali katta arenalarda Sharafiddinov degan familiyalarni eshitamiz, xudo xolasa. O'zbekiston tumaniga ham kattakon rahmat, shunchalik bizga sharoitlar yaratib musobaqa o'tkazib berganiga. Dadajon, uddaladimmi? Insholarni yo'qladim deb o'ylayman. Menga bu bo'yimga katta yordam bergan Rustam aka, Abdulaziz aka, hamma trenerlarim hissasi katta bu yutug'imda. Shu yutuqlarga erishishimga, shu ringlarga chiqishim, boksga kelishimga sababchi o'zim birinchi trenerim, o'zimning tog'am Azizbek Siddiqov Shaydala. O'zim tog'am, amakim Jamol aka, mana shularning hissalari juda katta bayda. Rahmat, borlaringga shukr. Hamma yordam berganlarga rahmat. Shohjahon aka, Zafar aka, sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik bizga janglarni tashkil qilib beryaptilar. Xudo xolasa yana ishonchlaringni oqlaymiz. Hammaga kattakon rahmat. Va albatta biz ham minnatdorchilik bildiramiz. Ozodbek Sharafiddinov yorqin jang va yorqin g'alaba. Shohjahon Ergashev 6-iyun Toshkentda markaziy jangda ishtirok etadi. Va mana shu nuqtada albatta takrorlab qolarni ko'rgan holda biz bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Uni sizlar bilan birgalikda rejissyor Davron Mansurov, Shahlo Chingiz, Sardorbek Rakim kuzatib bordi. Ko'rishguncha.